asosiy. ertalab shug'ullansa bo'ladi. Faqat Kayfiyatni ko'tarishga qanchalik ta'sir ko'rsatadi bu? kayfiyatim masalan yo'q payti bo'ladi. Qanaqadir ko'chada tortib qolishim mumkin. Mashg'ulot qilib o'shani yengib o'tib ketaman. Kuniga necha soat vaqtingizni mashg'ulotlarga sarflaysiz? 1,5 soat. 1,5 soat. O'zi maksimalni 1 soat, 1,5 soat shug'ullanish kerak. Shu o'sha sog'lom bo'lishga yetarli vaqt. Albatta. Tong o'zi sizda nechidan boshlanadi? Soat 5 dan. Xo'p, sport bilan shug'ullanish nechidan? Erta Sport bilan shug'ullanish soat 5-6 obeddan keyin. Asosiy. Ertalab shug'ullansa bo'ladi. Faqat mashg'ulotdan kamida 2 soat oldin turgan bo'lish kerak. Chunki o'zimiz uyg'onganimiz bilan tanamiz uyg'onmaydi. Organizm hali uyg'onmagan. Albatta. Turganimizdan shug'ullanib ketaversa, keyin kunning ko'pi bilan travma, jarohat olish ehtimolimiz ko'p bo'ladi. O'zimda bo'lgan narsa. Siz sport bilan shug'ullanayotganingizda yakka holda shug'ullanasizmi yoki jamoa bilanmi? Ya'ni so'ramoqchimanki, ko'pchiliklar yakka holda sal erinadimi bilmayman. Bir